Endi mashinalardan charchaganlar uchun bahaybat motorni ko'rsaman, faqat qo'rqib ketmaysizlar. Marhamat. 2 atmosferli motor. BMW oilasidan legendarniy bo'lgan 520i mashinani sotuvda 1997-yilda ishlab chiqarilgan mashina, lekin ko'rishiga e'tibor berasizlar. Juda ham sveji bo'lib turibdi. Rangimiz seri bo'ladi akalar. Balon qoladi, yaxshi ahamiyat berasizlar. To'rtta yumshoq yangi balon taqilgan. Diskalariga alohida e'tibor berasizlar. Sportivniy diskalarda. Tonirovka razinasigacha bor deyaptilar. 8 oy marhamat salon qismiga keladigan bo'lsak, ashka holatiga hamma narsasiga e'tibor qilasizlar. Salondagi barcha funksiya ishlab turibdi. Rullarga alohida e'tibor qilasizlar. Bizlarning rullar qo'yilgan. Probegimiz 4 krugda ko'rsatyapti. Salon holati juda ham sveji. Aka hamma funksiya ishlaydi mashina. Hammasi ishlaydi aka. Konditsioner, pechka, elektronik muammosi yo'q. Qarorlarni alohida ko'rsatasiz. Qo'yilgan mana bu ham. Sidinalarga ham alohida e'tibor berasizlar. Sidinalar hamma narsalar qo'yilgan qo'yilgan. Mashinamiz mutlaqo benzinda, gaz ko'rmagan qala. Aka kraskalar haqida aytib o'tsangiz. Aka udar pudar yo'q, ikkita shiddatliga pitno bor aka. Faqat pitnos bor deyapti, kraska yo'q ekan, salon qismi. Joyli holatda turibdi. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, emblemani o'zi bitta avtoritida ekan, mana emblemani o'zi. Marhamat. Bagaj holatini ko'rasiz, juda ham bahaybat bagaj. Hech qanaqa gaz qo'ymagan mashinaga. Marhamat. Zapaskalargacha turibdi ekan. Aka narxini nechta qilib beramiz endi? Aka 9000 deyapmiz, endi obunachilar uchun kelishib beramiz. O'zini ashaddiy muxlislari uchun qancha qilib beramiz aka? Naqd pul bo'lsa agar 8,5 ga beraman, kamga beraman. 8 naqd ishlar sanasa agar. Telefon raqami 90lik 605 33 03 aloqaga chiqarasizlar. Legendarniy BMW sotuvda. Retro kino ishqibozlari uchun kelgindi kelin kinosida aynan Farruh Soipov mana shu mashinada Dinoza ko'maydan olib qochadi, e'tibor berasizlar. Aynan BMW 520i mashinasida.